Juda ham uzoq vaqtdan beri narxiga eng yaxshi bo'lgan va haqiqatan xalq tanloviga aylangan video karta bu RTX 5060 bo'lib keldi va bu bilan juda ham qiyin sportlashi, chunki do'stlar chiqqan paytdan beri juda ham adekvat narxga sotildi. Do'stlar, tan berish kerak, juda ham yaxshi производительность olsa bo'ladi bunaqa narxga. Даже 8 GB bo'lishiga qaramasdan do'stlar, даже 2K da juda ham ko'p o'yinlarni bemalol o'ynasangiz ham bo'ladi. DLSS yo'qsa, tim bo'lib mazza qilib o'ynaysiz, hatto yuqori nastroykalar bilan. Lekin do'stlar, narx-navolar oshgani hisobiga, ayniqsa pamyat narxini oshgani hisobiga do'stlar, video kartalar narxi ham ko'tarilib ketdi va mana shu asaltoy paytida $330 atrofida turardi. Hozirgi paytda esa do'stlar, o'rtacha RTX 5060 olgan bo'lsangiz, o'rtacha $380-400 gacha narxi chiqib ketdi. Bir xil qimmatroq modellari bor, 450 ham turadi va do'stlar, bunaqa narx prosta neadekvat. Do'stlar, bunaqa narx-navo oshganda bitta video karta shu narx-navo oshganligini sezmay qoldi va uni nomi do'stlar RTX 5060 Ti 8 GB ga bilmayman qanaqasiga, hamma video karta narxi oshib ketdi-da. Ayniqsa RTX 5060 Ti ga 16 GB dagi narxi prosta neadekvat do'stlar. Ozgina qo'shsa RTX 5070 beradi-da. Bu video karta do'stlar qimmatlashishi o'rniga nabrot arzonlashib ham ketdi qaysidir ma'noda. Do'stlar, oladigan bo'lsak, narx-navosiga mana bu video kartani o'rtacha narxi $400 bo'lsa, buni esa o'rtacha narxi $420 turibdi. Voy, как buni понимать do'stlar, $20 atrofi raznica bor. Tim bo'ladi do'stlar. Mana Ti bo'lgan hisobiga bunda o'sha gadjetlar ham ko'proq va o'yinlarda естественно FPS ham ko'proq berish kerak. Do'stlar, bugun sizlar bilan mana shuni biz test qilib ko'ramiz. Mana shu RTX 5060 Ti shu $20-30 doplataga qanchalik arzishini. Do'stlar, spoiler aytaman, 100% arziydi, конечно, bunaqa doplataga. O'yinlarda necha FPS raznicasi olar ekanmiz, mana shuni bugun sizlar bilan bilib olamiz. Testimiz uchun ikkala video kartani ham Polit brandidan oldik. RTX 5060 bizda Infinity 2 ispaniyasida bo'ladi. Ikkita seksiyali охлаждение va RTX 5060 uchun bu yetarli zapas bilan. RTX 5060 Ti'miz esa do'stlar Politda legenda bo'lgan seriyasi Polit Dual ispaniyasida olamiz. Bu ham xuddi shunaqa ikkita seksiyali охлаждение bo'ladi va bu video kartamizga bunaqa охлаждение bemalol yetishi kerak. Xo'sh do'stlar, mana shu ikkala video kartani test qilish uchun quyidagi standimizdan foydalanamiz. Kompyuterimizning asosiy parametri Intel Ultra 5 245KF, operativ xotiramiz 32 va DDR5 6000 MHz va do'stlar, monitorimiz Pixel brandidan 34 tali W Quad HD bo'ladi. Va do'stlar, agarda sizlarda standart 27 tali 2K monitor bo'lsa, to bizning rezultatlarimizga 30% bemalol qo'shib o'rasizlar. Chunki 34 tali monitor bilan 27 tali 2K monitori juda ham katta farqi bor. Va albatta birinchi test qilgan o'yinimiz bu Counter Strike 2 va do'stlar, bu o'yinda biz eng yuqori grafik nastroykalarni qo'ydik. Past nastroyka qo'yib o'tirmadik, chunki bu birinchi navbatda video kartadan testi bo'ladi, protsessor emas. Va do'stlar, ko'rib qo'yishimiz mumkin, bunaqa holatda bizda RTX 5060 o'rtacha 120 FPS bersa, RTX 5060 Ti video kartamiz esa o'rtacha 140 FPS beryapti. Va bu degani do'stlar, orasida 16-17% farq degani. Ikkinchi test qilgan o'yinimiz paytida eng talabkor o'yinlardan biri bo'lgan va hozirgi kunda benchmarkga aylangan o'yin Cyberpunk 2077. Va bu yoqda ham do'stlar, ikkala video kartaga ham eng yuqori grafik nastroykalar qo'yamiz. DLSS albatta yoqilgan holatda, generatsiya kadr o'chuv va RTX ham o'chuv. Va do'stlar, bunaqa holatda ahamiyat berishimiz mumkin. RTX 5060 bizda o'rtacha beradigan FPS taxminan 60 lar atrofi bo'lsa, RTX 5060 Ti video kartamiz esa do'stlar o'rtacha 75-80 FPS beryapti. Xuddi shunaqa nastroykalarda. Va do'stlar, bu yerdan biz vivod qilamizki, agarda siz Cyberpunk'ga yuqoriroq grafikada o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta RTX 5060 Ti sizga ko'proq imkoniyat beradi. Navbatdagi test qilgan o'yinimiz Doom The Dark Age. Bilishingiz uchun do'stlar, bu o'yin shunaqa ham og'irki, agarda sizda video kartangiz RTX bo'lmasa, do'stlar, bu o'yinga prosta kirmaydi. Va bu o'yinning sistema talablari shunchalik yuqoriki, ikkala video kartamizda ham do'stlar biz Full HD past nastroykada o'ynashga majbur bo'ldik. Albatta DLSS yoqib, bo'lmasa slide show ko'rishga majbur edik. Va do'stlar, ahamiyat bergan bo'lishingiz mumkin, ikkala video kartada ham FPS plus minus bir xil. 5060 Ti da do'stlar sredniy FPS bari yuqoriroq va prosatkasi kamroq bo'ladi, 15 FPS ga. Lekin do'stlar, ikkala video kartamiz ham o'zini 8 GB limitiga yetib kelganini hisobiga ahamiyat berishingiz mumkin. FPSimiz plus minus bir xil. Shundan xulosa qilamizki do'stlar, bu o'yinni kayf qilib yuqori grafikada o'ynash uchun bu 8 GB video kartalar
bo'lmaydi. Keyingi test qilgan o'yinimiz o'yin emas, kino desa ham bo'ladi. The Last of Us ikkinchi qismi remaster versiyasi va do'stlar, bu yerda biz yuqori nastroyka va nativ holatda o'ynaydigan bo'lsak, ahamiyat beramiz. Bizda ikkala video kartamiz ham o'rtacha 25 dan 35 FPS gacha beryapti. Bir xil payt do'stlar 19 FPS gacha ham prostatga ko'ramiz. Va do'stlar, bu yerda ikkala video kartaning ham bitta muammosi bor. Bular ikkalovi 8 GB bo'lgani hisobiga va shuni hisobiga do'stlar, ikkalovi ham sal qiynalyapti. No, chestni bo'lish uchun aytamiz, RTX 5060 Ti da bari sredniy FPS sal yuqori 5-6 FPS ga va shuni hisobiga u video kartada o'ynash sal komfortliroq. Agar DLSS yo'qolgan bo'lsa, ikkala video kartamizda ham FPS'imiz 100 ga qarab ketyapti. No, lekin do'stlar, chestni bo'lib o'tirgan bo'lsa, o'rta FPS bar har xil lokatsiyadan olgan bo'lsa, RTX 5060 Ti video kartamizda sal bo'lsa ham yuqoriroq. Va test qilgan so'nggi o'yinimiz meni eng yaxshi ko'rganlarimdan biri bu The Witcher 3 Wild Hunt. Va do'stlar, bu yerda farqimiz уже sezilarli bo'lyapti. Chunki biz bu yerda eng yuqori grafik nastroykalar DLSS'larni yoqib test qilamiz va RTX 5060 bizda o'rtacha 80 FPS berayotgan bo'lsa, RTX 5060 Ti 8 GB video kartamiz esa o'rtacha 100 FPS beryapti. Bir xil payt do'stlar 120 gacha ham o'tvoradi. Va do'stlar, bu yerda farqi sezilarli darajada. Agarda ray tracing yo'qolgan bo'lsa, ahamiyat berishimiz mumkin. FPS-imiz bir-biriga juda ham yaqinlashib qolgan, ya'ni 70 atrofi bo'lyapti va do'stlar, bu yerda yana o'sha muammoyimiz 8 GB xotiraga taqalib qolganligi. Agar RTX 5060 Ti da xotira sal ko'proq bo'lganda, FPS ham sezilarli darajada ko'proq bo'lardi. Xo'sh do'stlar, mana testlarni o'zingizlar ham ko'rdinglar va kutilganda RTX 5060 Ti ko'proq FPS berdi va bu FPS rangasi ayniqsa grafikani qancha yuqori qilsa, shuncha bilinadigan darajada bo'ldi. Ayniqsa AAA, ya'ni grafikasi yuqori bo'lgan o'yinlarda. Do'stlar, bugungi bizning asosiy maqsadimiz bitta savolga javob berishdi. RTX 5060 olgan yaxshimi yoki RTX 5060 Ti olgan yaxshimi? Ozgina daplat qilib turib. Va do'stlar, sizlarga smelo ayta olaman. Hozirgi kunda RTX 5060 o'rniga albatta RTX 5060 Ti 8 GB ning olgan выгодныйroq bo'lib qoldi. Siz по сути ozgina daplata qo'yasiz, даже bir xil paytda daplata ham qilmayapsiz. Ispaniyasiga qaraydigan bo'lsa, do'stlar, siz bo'li kuchliroq video karta ovoz. Do'stlar, bunaqa paytdan prosta foydalanib qolish kerak. Chunki bular narxi oshgan bo'lsa, buni narxi oshgani yo'q hali. Shuning uchun do'stlar, yig'voslar ham kamdir, albatta RTX 5060 Ti 8 GB ligida yig'uringlar. Va mana shu ajoyib video kartalarni bizga test uchun taqdim etib turgan Jushopti do'stlarimizga abdushi rahmat deyman. Do'stlar, mana shu video kartalarni ularning do'koniga o'tib bemalol qaytarsanglar bo'ladi. Ofitsial garantiya va chiroyli narxlarda. Videoni aytsangiz albatta silka ham qoldirdim. Mana shunaqa gapli do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi safar qaysi video kartalarni shunaqa test qilishimizni xohlashinglarni albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha